Boshmi? Ha, chiqibsan, og'aylaringga bir og'izdan xabar bermaysan? Yaxshimisanlar? Jasur akamga ishga kirib olibsan, menga qara. Men bu pulni olganda cho'pchingga solib qo'y. Ol shu. Bugundan boshlab sen bilan bizning o'rtamizda qarz oldi berisi yo'q. Aytgancha, menga senga o'xshagan mujik bolalar kerak. Tushunmadim. Agar xohlasang, har doimgidek ishni davom ettiramiz. Nima deysan? Men bu yo'ldan qaytganman. Men pulingga keladigan bo'lsa, olib qo'yaver. Iltimos, yo'g'iga meni bezovta qilmalaring. Men to'g'ri yo'lda yuraman. Bo'lmasa, o'zing bilasan. Sabr, bola. Ketdi. Qara, saypini oldiga eski og'aynilar kelibdi. Yana oldingi hunarni boshlayapti shekilli. Murod. Belgi. Bizimiz, ha? Rahmatulloh. Nimaga bu? Nimaga biz? Jamshid yaxshimisan? Yaxshi. Men tinchmisanlar? Rahmat. Qalaysan o'zi o'rtoq? Anaqa ozgina pul berib tura olmaysanmi? Bo'ldi, xo'p, o'rtoq. Mana. Gap Nebegi bilan so'rashmading. Men yoshligida qilgan xatolari deb halang xab bo'yursam, bo'ldi deyinde. O'sha paytlar yosh edik. Buni nima ishlar qilib yurganini bilasanmi? Yaqinda bittasini xonadoniga o'g'irlikka tushgan. Bundan tashqari mahalladagi bolalarni tabletga o'tkazib qo'yayotgan ekan. Senga savol. Agar ukangni doriga o'tkazib qo'ysa, nima qilgan bo'larding? Men o'ldirib yuborgan bo'lardim.